1,410,000 to'lov bilan 5 yilga uzun narxini bo'lib to'lashga rassrochkaga Arizo 6 Pro avtomobilini chiqazib beramiz. Bu juda ham katta yangilik bo'ldi. Chery tarixida birinchi marta 5 yillik rassrochkalar ochildi. Arizo 6 Pro avtomobiliga hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumotlarni berib boraman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar kutgan o'sha Arizo 6 Pro avtomobilini rassrochkaga yoki nasiya savdoga to'liq ma'lumotlarni berib boraman. Videoga like bosib, bu videoni yaqinlarga yuborib qo'ysangiz ancha foydali bo'ladi. Qani unda bo'lmasam ketdik. Xo'p, mashinaimizning narxi 240 milliondan boshlanadi. Pozitsiyasiga qarab narxi o'zgarib boradi. 280 milliongacha 3-pozitsiyalari. Avtomobil 1.5 turbina bo'ladi va 147 ta ot kuchiga ega. Juda ham chiroyli dizaynda. E'tibor berasiz, bu eng full pozitsiyasi bo'ladi. 360 gradusli kameralar, 5 ключевой достуp. Ходовойлari ham yumshoq, balonlarni almashtirish ham shart emas. Rassrochka tartibi avtomobillar tan narxidan 20% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab to'lov muddati uzayib boradi. Misol uchun 20% to'lov bilan 1 yilga, 25% to'lov bilan 2 yilga uzun narxida, 30% to'lov bilan 30 oyga avtomobil o'z narxini bo'lib to'lashga chiqazib beramiz. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa, qarang, 50% bilan 36 oyga bo'ladi. 3 yilga, ya'ni siz 60% to'lov bilan 5 yilga uzun narxini bo'lib to'lashga xarid qilasiz. Avtomobil komfort haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Salon qismi 80% sifatli ekoko'ja bilan jihozlangan. O'rindiqlari isitish funksiyalariga ega. Skoroslari ham joystik bo'ladi. Беспроводной zaryadnik, avtohol, elektron ruchnoy. E'tibor berasiz, juda ham chiroyli dizayndagi multimedia rulimiz. Adaptivniy cruise control rulni o'zini boshqaradi. Oldidan xavf chiqsa to'xtaydi. 2 xil yurish rejimi ham mavjud. Polosani o'qiydi. Monitorlari ham Android bo'ladi. Apshifkalari ham e'tibor berasiz, ekoko'ja bilan jihozlangan. 3-pozitsiyasida lyuk bo'ladi, qolgan 2-pozitsiyasida lyuki bo'lmaydi. Lekin dizayni tashqi va ichki pashti bir xil bo'ladi. Funksiyalarida farq qiladi. Birinchi pozitsiyasi atmosferniy motor bo'ladi. Bu mashinalarga turbina qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi bundan buyog'iga o'zimizdan zavodskoy turbina holatdagi avtomobillarni xarid qilsangiz bo'ladi. Endi kamroq to'lov bilan nasiya savdoga so'raganlarga ozgina ma'lumot berib o'taman. Kamroq to'lov bilan, ya'ni siz 40 million, 45 million so'm bilan nasiya savdoga ushbu avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Nasiya savdo tartibi shunaqa bo'ladiki, kelishilgan summa asosida bo'ladi. Avtomobil yiliga qarab narxi o'zgarib boradi. Misol, qancha siz uzoq yil tanlasangiz, shuncha narx uzayadi. Misol uchun bozorda 10 millionga narsangiz 12 mingga nasiya qilib turib olsangiz bo'ladi. Nasiya savdoda hech qanday penalari bo'lmaydi. Orqalari ham juda keng bo'ladi. E'tibor berasiz, juda chiroyli dizaynda. Nasiya savdo tartibini aytib o'tdim. Nasiya savdoda eng kam 40 million, 35 million, 40 million atrofida to'lov bilan 5 yilgacha nasiya savdoga chiqazib beramiz. Nasiya savdo leasing tartibida chiqadi. Avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonga kelib to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi yoki sizda misol bu mashinani olish uchun qancha ajratilgan mablag'ingiz bor, yozib keting, biz shunga qarab keyingi videolarda sizga video otchot qilib, rashodlarni hisoblab chiqazib beramiz. Albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, yonida qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Bundan keyingi chiqadigan zo'r yangiliklarda chiqazadigan videolarimiz sizga birinchilardan bo'lib ko'rinadi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Opisaniyada ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, bepul test drive'ga yozilishingiz mumkin. Hammani avtosalonimizda kutib qolamiz.